Söyümlük balalar, izçiler kanalımızga hoş geldinglar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның hayatını anlatışını davam kılıvatımız. Ötkenki bölümümüzde tuncu Müslüman bolganlar bilen tanışıp çıkkan edik. Bu bölümümüzde bolsa tuncu mektep Darul Erkam bilen tanışımız. Aklыңlarda bu kandak mektepti? Nemiş kıldıgandı dep suallar payda bolgan bolishi mumkin. Aldırmanglar. Aval meni diqqat bilen tingşanglar. Suallaringlarga javob topa olaysizlar. Qiynamsa, tayyor bo'ldinglarmi? Başladık amsa. Miladi 610-yili Söyümlük Peygamberimiz 40 yaşga kirgende, Hira g'orida tunji vahiy kelib, peygamberlik, yani insonlarga elchilik vazifasini topshirib olgan edi. Tunji bo'lib, Hazreti Hadicha onamiz, Kichik Ali va Zayd hamda Peygamberimizning yaqin do'sti Abu Bakri musulmon bo'lgan edi. Arqadan yana atrofdagi nurg'un kishilar arqa-arqadan yoshirin musulmon bo'lgan edi. Bularning ichida Peygamberimizning tog'isi Batur Hamza hamda qo'rqmas jasoratlik Umar bor edi. Ammo Mekkada azaldan butqa itqod qilib kelayotgan Quraysh cho'nglari hamda boshqa ba'zi kishilar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның peygamberligini qat'iy e'tirof qilmaydi. Hatto har xil usullar bilan qarshi turadi. Shundoq qilib Peygamber Aleyhisselam islomni dastlabki 3 yilda maxfiy ilib borgan edi. Vaqtliq qiyinchilik va to'solg'ularning ta'siriga uchirmaslik hamda Mekkeliklarni biroqla cho'chitib o'tmaslik uchun islom da'vatining dastlabki mezgilida yoshirin elib berilishi eng yaxshi tanlash edi. Shunga Peygamberimizmi mush yo'lni tanlagan edi. Peygamberlik vazifasini topshirib olgan tunji yillarda 16 yosh atrofidagi kichik yigit Arqammi musulmon bo'lgan edi. Arqamning uyi Safa do'ngligiga yaqin bir yerga joylashgan bo'lib, havo nihoyatda yaxshi o'tishib turadigan kengri cho'ng uy edi. Güzel dinimizning texmi ko'p odamlarga, texmi ko'p yerlarga yetib berish uchun bir turkum kishilarning dinimizni yaxshi o'rganish kerak edi. Shunga bir o'ringa ehtiyoji bor edi. Yosh yigit Arqam o'zining uyida ta'lim-tarbiya ishlarini ilib borsa bo'lganligini dedi. Peygamberimiz yoshirin ilib bormoqchi bo'lgan ta'lim-tarbiya ishlari uchun Arqamning uyining nihoyat muvofiq ekanligini o'ylab, mush uyni tanladi. Buning uchun Arqam güzel dinimizni o'zining uyida o'rgatiladiganligini o'ylab, qiniq patmay xushal bo'lgan edi balalar. Darul Arqam Uyg'urchada Arqamning uyi degan ma'noda bo'lib, islomning tunji maktabi bo'lib, Darul Islom deb atalgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Safa do'ngligiga joylashgan bu o'rinda dinga qarshi chiquvchi Quraysh mushriklaridan yiroq turib, yeniga kelganlarga güzel dinimizni tushuntirib, Qur'onni o'qitdi. U yerda birlikda namoz o'qiydi. Nurg'un kishilar mush uyda güzel dinimiz bilan tanishgan edi. Har kuni bir qancha kishi bu ta'lim-tarbiya uyga kelib, butqa cho'qinish va itqosizlikning qorong'uliklaridan güzel dinimizning, ya'ni iymonning nuri bilan uchrashadi. Qalbi huzur oladi. Bu maktabga kelib ta'lim-tarbiya olgan har bir insonning qalbi quyoshdek parlab ketadi. Biz doim og'zimizdan tushirmaydigan sahobalar, ya'ni Peygamberimizning do'stlari mush maktabda tarbiyalanib chiqqan edi. Islom quyoshining qalblarni yoritgan iymon nuri dastlabki vaqtlarda mush yerdan, ya'ni Darul Arqamdan tarqalgan edi. Arqam raziyallohu anhu o'g'illariga Darul Arqamni keyin vaqf qilib mundoq dedi: Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu Arqamning Safa do'ngligidan biroz yuqoridagi uy haqida qilingan vasiyatidirki, uning zimini haram sharifdan sanalganlik uchun u muharramdir. Daxl taruz qilinmaydi, setilmaydi, miros qilinmaydi. Hisham ibn As va uning ozod qilib etgan quli guvohchidir, dedi. Hozirgi kunimizda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan yerlarda ichilgan masjidlar, madrasalar bizga
Darul Arqamni eslatidi. Har birimiz uyimizni Darul Arqam qilishga tirishayli. Uyimizdan Alilar, Ömerlar, Abdurahmonlar, Mus'ablar yetishsin. Söyümlük balalar, agar uyinglarning atrofida masjidlar bo'lsa, u yerga kiringlar. Ota-onanglar bilan birga beringlar. Agar cho'ngroq bo'lsanglar, har vaqt shu yerda namoz qilishni unutmanglar. Masjidlarni ko'rganda Darul Arqam maktabini eslanglar. Bo'lamdi? Güzel dinimizni ana shu yerdan o'rganisizlar. U yerda ajoyib mehribon ustozlaringlar bor. Ailelardimi birlikda güzel dinimizni o'rganayli. Bo'lamdi? Qaltis aqlliq balalarim mening. Sizlarni chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Bu bölüm shundoq qilib mush yerda tugadi. Barcha umoqlarning astoydil anglagani uchun rahmat aytaman. Keyingi son programmamizni ko'rishgacha sizlarni Allohga topchidim. Xushvaqt bo'linglar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım.